Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalini ko'ruvchilar, obunachilarimiz, hammanglar yaxshimisizlar? Meni mana fikus gullarim yangi barglar chiqarib, juda ham yaxshi o'syapti. Har oyda bir marta men azotdori berib turaman. Ustini barglarini mana shunday qilib lekada suv quyib, yaxshilab yuvib turaman. Changlari ketib, barglaridan ham gullar nafas oladi. Juda ham chiroyli bo'lib o'syapti mana. Shoxlari juda ham yaxshi shoxlagan. Sizlar ham mana shunday qilib gullarga suv quyib, oziqalarni berib tursanglar juda yaxshi o'sadi. O'tganda azotni ko'p beryapsiz, qurg'ab qolmaydimi degan edinglar. Mana yana bitta video obzor. Juda ham uje 1 metrdan oshib, o'sib, chiroyli bo'lib turibdi. Sizlar ham mana shunday qilib baqsanglar, gulinglarni juda ham chiroyli bo'lib, bahridliklarni ochiltirib turadi. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Like bosishni unutmanglar.